Salom do'stlar, bugun qanaqa qilib AI yordamida tekinga video qilishni ko'rib chiqamiz. Yuqorida post ham qoldirgan edim. So'qqa kanali a'zolari, shunga o'xshash video siz ham qilmoqchimisiz? Olov bosing. Biz hozir Teparoqda yana bitta birinchi postimiz, mana ko'rishimiz mumkin. 100 tadan ortiq olov yig'gan ekan. Endi shunga video qilib to'liq tushuntirib berishga harakat qilaman. Albatta YouTube da ko'rayotgan insonlar bo'lsa, kanalimiz nomi Notkruk soqqa deb yozsak ham Telegram kanallari ichida kelib chiqadi. Tak, endi Play Marketga kirib yozib ko'rishimiz mumkin. So'ra 2 yozsak, bizda Play Marketda chiqmaydi, chunki bu programma hozirda o'sha AQSh va Kanada uchun ochilgan. Shuning uchun biz hozir brauzerga kiramiz. Brauzerga so'ra.com deb yozadigan bo'lsak, tak. so'ra.com bizga sayt kelib chiqadi. Ko'rishimiz mumkin, birinchi turgani sayt. Kirib tanishishimiz mumkin qanaqa odamlar videolar qilayotganini. Hozirda bilamiz, ko'pgina o'sha telefon chiqaruvchi kompaniyalar asosan e'tiborni kameraga qaratmoqda, lekin bizda kelajakda o'sha kamerani kuchiga unchalik hojat qolmaydi shekilli, chunki bizda hozir направление AI ga bo'lmoqda. Mana ikkinchisini tanladik va ikkinchisida ko'rishimiz mumkin, yoki App Store yoki Play Marketdan yuklab olishimiz mumkin bo'ladi va o'sha link orqali kirib yuklab olishimiz mumkin. Va bu programmaga o'zimizni yuzimizni qo'shib, o'sha xohlagan joyimizni yozamiz, shunda bizni o'sha joyda qilib ko'rsatib beradi. Tak, bu narsa endi albatta juda tez rivojlanmoqda. O'sha Instagramlarni ham o'rnini egallashi mumkin. Mana bosganimizdan keyin biz albatta Google orqali ro'yxatdan o'tib olishimiz mumkin. Men ro'yxatdan o'tganman, shuning uchun mana akkauntimga kirib ko'rsatmoqdaman. Prompt yozganimda o'sha ekran qop-qorong'i bo'lib qolyapti. Zapis bossam, shuning uchun sizga o'sha prompt yozib bo'lingandan keyingi mana chiqqan videoni ko'rsatib beryapman. Bu joyga mana o'zbekchada yozganman va kuchukcha bilan yozilgan o'sha ismlar bu yuzlarini qo'shgan insonlar hisoblanadi. Agar o'sha odam bilan video qilmoqchi bo'lsangiz, o'sha sabachka soqqa deb yozsangiz, o'sha men qo'shgan odamning yuzi kelib chiqadi. Mana endi sizga yana primer qilib ko'rsatib beraman. Mana o'zim qilgan videolarimni. Tak. Olchali kompot ichida shu timsoh ustida suzib ketayotgan tasvirlab ber deganman, shuni tasvirlab qilib bergan. Rapga qiziqadigan bo'lsa, kimdir o'sha o'zini yuzi bilan xohlagan tilida o'sha mana shu odam bilan menga rap qilib ber, ingliz tilida desa, mana shunaqa video qilib beradi. Tak, mana bu yoqda yana qora bo'lib qolyapti. Men ko'rsatmoqchi bo'lyapman, lekin oddiy narsa, prosta ekran zapis qilganda ekran qora bo'lib qolar ekan. Yuzingizni qo'shmoqchi bo'lsangiz, bu yerda so'zlat kamerani bossangiz, sizga o'sha kamera chiqadi, yuzingizni o'ngga yo chapga, tepaga deb aytadi va 3 ta son aytadi. O'shani aytganingizdan keyin sizga o'sha qo'shiladi. Va o'zingiz bilan bemalol video qilishingiz mumkin. Va o'sha qilgan ijodlaringni albatta yuklab olib YouTube'ga yoki Instagram'ga joylab, o'sha auditoriya, ya'ni obunachi yig'ishingiz ham mumkin. Bu albatta qo'shimcha katta imkoniyat. Masalan, bitta video yaratish uchun sizga qancha ko'p o'sha talab qilinadigan narsalar, masalan, operator kerak bo'ladi, montaj qilish kerak bo'ladi, uni ovozini siz bu orqali yaratsangiz juda oson. Siz faqatgina o'sha so'zini shu qanaqa video xohlayotganingizni yozasiz, bu sizga qilib beradi va o'sha videoni siz bemalol xohlasangiz YouTube, xohlasangiz Instagram'ga joylashingiz mumkin. Faqat o'sha AI belgisi bo'lishi kerak. Chunki shunga YouTube yoki Instagram ham urishib qo'yishi mumkin. Shunga e'tiborli bo'lamiz va mana hozir agar o'zimiz yaratmoqchi bo'lsak, mana plyusni bosamiz o'rtada turganda va xohlagan narsamizni yozishimiz mumkin. Va o'sha yozgan narsamizga qarab bizga video qilib chiqarib beradi. Menda mana ko'rishingiz mumkin, ekran qorong'i bo'lib qolyapti. Shuning uchun sizga ko'rsatib bera olmayapman, lekin qiyin joyi yo'q. Shuning uchun bemalol qilib ko'rishlaring mumkin. Agarda yuzingizni qo'shishni xohlamasangiz, albatta bironta bir o'yinchoqnimi yoki qanaqadir
predmetni videoga olasiz va sizni o'sha personajingiz bo'ladi va shu bilan video qilishingiz mumkin yoki o'sha dostуп ochib qo'ygan insonlar bilan yoki har xil hayvonlar bilan qilishingiz mumkin. Albatta bu narsa sizni qanaqa o'sha fantaziyangizga bog'liq. Qanaqa fantaziya qilib video qilmoqchi bo'lsangiz, shuni bemalol yozib qilishingiz mumkin. Va ijod namunalarini chatda bo'lishib, bir-birimizga promptlarni tashlab, prompt nima deb so'raydigan bo'lsangiz, o'sha prompt o'sha videoga yozilgan o'sha gap bo'ladi. O'sha gap bilan biz video qilishimiz mumkin yoki masalan qanaqadir multfilm stilida qilish mumkin, animatsiya bo'lib, tam anime, tam har xil xohlagandek fantaziyaga bog'liq. Va shularni chatda bo'lishib borishimiz ham mumkin. Albatta bizni asosiy bo'lgan narsamiz bu trenddan orqada qolib ketish kerak emas. Yangi chiqqan narsalarni birgalikda o'rganib boramiz. Mayli, sog' bo'lamiz. Tushunmagan joy va savollar bo'lsa albatta Notebook'da beramiz.